Juda ham ko'plab kuzatuvchilarimiz faqat sotiladigan uy bormi, ijaraga uylar yo'qmi deb so'rayotgandi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Bugungi obzorimiz Angren shahridagi Kalsonni shundoqqina oldidan bir xonali ijaraga uyimiz beriladi. Xo'p, o'ng qo'limizda kirganimizda shundoqqina yuvinish xonasi va hojatxonasi bitta qilib qo'yilgan. Mana ko'rib turibsiz. Hojatxona bilan yuvinish xonasi ikkalasi bitta holatda va bundan keyin chap qo'limizga o'tadigan bo'lsak, chap qo'limizda zalimiz, o'sha zalimiz, yotoqxonamiz uy egalari xohlagan holatda mana ishlatsa bo'ladi ijaraga olgandan keyin. Ko'rib turibsiz, отоплениялari bor. Uy egalari aytishi bo'yicha qishda ancha issiq holatda bo'lar ekan va bundan keyin bu tomonda oshxona qismimiz joylashgan. Oshxonamizni ham ko'rishingiz mumkin. Mana suvlari, gazlari, hamma narsasi bor. Umuman muammo tomoni yo'q ekan. Faqat bitta muammo tomoni to'lovlarni vaqtida qilish kerak. Xo'p, bu tomonimiz mana balkon qismimiz. Balkonimiz ham bunaqa katta emas. 3 ga 1.20 holatda va bu tomonda endi tashqarini shundoq ko'radigan bo'lsak, tashqarida tagimizda Ucell ofisi, bu tomonda mana angrenliklar biladi. Angren aylanasi, ya'ni kalsosi xalq tilida aytganda, to'g'rimizda mana Issa Parfum ostanovkasi joylashgan. Xo'p, uyimizni endi ijara narxiga keladigan bo'lsak, bu uyimizga uy egalari 1.800.000 so'm oylik to'lov baholashyapti. Kimga ijaraga kalsodan uy kerak bo'ladigan bo'lsa, bu videoni jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz, ularni mushkulini ancha yengillashtirgan bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Uytop Angren kanalida angrenliklar uchun juda ham ko'plab uylar bor, yoki bo'lmasa Angren shahridan uy qidirib yurgan insonlar ham bemalol uylarimizni kuzatib xarid qilishlari mumkin, yoki bo'lmasa sizda sotiladigan, ijaraga beriladigan uylar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiladigan bo'lsangiz, siz bilan birgalikda ishlashga tayyormiz.